O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasi aksiyadorlik jamiyati o'z faoliyatini ochiqlik va shaffoflik tamoyillariga mos ravishda olib bormoqda. Bu safar tashkil etilgan matbuot anjumanida o'tgan 2025-yil yakunlari bo'yicha barcha natijalar va raqamlar ochiqlandi. Tadbirda O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasi mutaxassislari va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Matbuot anjumanida ta'kidlanganidek, 2025-yilda O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasi barcha yo'nalishlar bo'yicha ijobiy natijalarga erishdi. O'tgan yili Fitch Ratings xalqaro reyting agentligi birjaning prognozini barqarordan ijobiyga oshirib, kompaniya xalqaro reytingini B darajasida tasdiqladi. Shuningdek, yil yakunlariga ko'ra birjada tuzilgan bitimlarning umumiy hajmi 2024-yilga nisbatan 31% ga o'sgan. Jumladan, birja savdolari 24% ga, elektron davlat xaridlari 46% ga, ko'rgazma yarmarka savdolari 9% ga va telefon raqamlarining sotuv hajmlari 55% ga ko'tarilgan. Birja savdolari va elektron tijorat tizimlarida ro'yxatdan o'tgan yangi mijozlarning soni esa 30,1 mingtaga ko'paydi. 2025-yilda UZEXning davlat xaridlari elektron tizimida davlat buyurtmachilari va xarid ishtirokchilari uchun inson omilini kamaytirishga qaratilgan bir qator yangiliklar, qulayliklar yaratildi. Jumladan, tanlash va tender savdolarida hujjatlar hamda elektron shartnomalar avtomatik shakllantirila boshladi. Shuningdek, baholash mezonlari davlat buyurtmachilari tanlov e'lonlarini joylashtirishda aniq bo'lgan minimal va maksimal qiymatlarni oldindan belgilab o'tish tizimi joriy etildi. Bundan tashqari, energiya samaradorligini oshirish bo'yicha maxsus raqamli platforma esma.uzex.uz ishga tushirilib, unda energiya tejamkorlikka oid barcha ma'lumotlar bir joyda jamlandi. Farmatsevtika sohasi uchun mahalliy ishlab chiqaruvchilar ishtirokida alohida savdo tizimi tashkil etildi. Birja savdolari bo'yicha tuzilgan eng yirik bitimlar qishloq xo'jaligi mahsulotlari, yoqilg'i energetika, qora va rangli metallar, kimyo va neft-kimyo mahsulotlari ulushlariga to'g'ri keladi. Shuningdek, o'tgan yili xarid.uzex.uz elektron savdo tizimida byudjet va korporativ buyurtmachilar tomonidan tejalgan mablag'ning umumiy hajmi avvalgi yilga nisbatan 26% ga o'sib 9,8 trillion so'mni tashkil qilgan. Mobil raqam.uzex.uz savdo tizimida 7 mingdan ziyod raqamlar onlayn auksionlar orqali sotildi. Qayd etish kerak, elektron davlat xaridlari tizimida sun'iy intellekt texnologiyalari asosida chatbot hamda tahlil xizmatlari joriy etildi. Bu mijozlar uchun operatsiyalarni soddalashtirishga ko'mak berdi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasi xalqaro tashkilotlar, jumladan Futures Industriyasi uyushmasiga a'zo bo'lib, yirik nufuzli xalqaro birjalar bilan aloqalarni mustahkamladi. Tadbir doirasida 2025-yil yakunlariga ko'ra elektron davlat xaridlarida faol bo'lgan ishtirokchilarni taqdirlash marosimi ham o'tkazildi. Matbuot anjumani yakunida birja rahbarlari va mutaxassislari jurnalistlarni qiziqtirgan savollarga javob berishdi.